biz Agrobankimizda oilaviy tadbirkorlik va mahallalar yo'nalishi bo'yicha yuridik va jismoniy shaxslarga kreditlarimiz hozirda mavjud. Bu kreditlarimiz Prezident qaroriga asosan 313 qaroriga asosan 100 million 300 milliongacha kreditlarimiz mavjud. Bular 100 milliongacha sug'urta asosida, 300 milliongacha garov ta'minoti asosida beriladi. Bu ayollarga 18%, erkaklarga 20%gacha beriladi. BPF soliq qaroriga asosan biznesga birinchi qadam biznesga ko'mak yo'nalishlarida kreditlarimiz mavjud. Biznesga birinchi qadam yo'nalishida 5 milliongacha, biznesga ko'mak yo'nalishida 17 milliongacha kreditlarimiz mavjud. Bulardan mahallalar yo'nalishi asosida yangi mahalla loyihasi kreditlarimiz mavjud. Bu 50 milliongacha 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bor. 2 yil imtiyozli davrda faqat foizini qolgan 3 yilda ham foiz ham tanasini qo'shib to'lanadi. Bu erkaklarga 25%, ayollarga 20%. Endi shuningdek 5 million 17 million kreditlarimiz ham o'sha erkaklarga 25%, ayollarga 20%.